Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mirzo Qassobga go'sht mahsulotlaridan zakaz tushgan. Hozir sizlarni mana ko'rsatgan holatda kesamiz. Mana 4 xil zakaz. Til, achchiq go'sht, po'stumba, spat. Nimadan boshlaymiz mana? Kelinglar mana. Tildan boshlaymiz. Qani, bismillah. Mo'g'aylar nima deyapti mana? Mana, hozir mana bir qator kesib, mazasini ko'ramiz, qani. Til nima deyapti? Til, mo'g'aylar tilda. Bismillah. Güzel. Endi mana achchiq go'sht kesamiz. Mo'g'aylar. Go'zalligini hozir yeb ko'ramiz. Bu achchiq go'sht yegandan keyin yutumida achchig'i bor. Mo'g'aylar mana go'zalligini. Bismillah. O'zgacha ta'm. Go'zal. Endi men po'stumba. Nima deyapti mo'g'aylar? Go'sht ko'ryapsizlarmi ko'prigini? Mana. Bo'lsa xalqimga bo'lsin. Bismillah. Go'zal. Hozir mana spat. Spatni kesamiz. Nima deyapti? Sovuq hozir. Izg'inim sovuq ko'chada. Qo'ygo'sh qo'yog'i yeyish kerak. Qo'ygo'sh qo'yog'ida hali siring bo'lmaydi. Bismillah. Go'zal. Ta'mlari o'zgacha. Nihoyatda kimgadir qassob xizmati, go'sht pishirish xizmatlari kerak bo'lsa, o'zimizda ham hamma bor. Bir dona alohida qilasiz. Batafsil ma'lumot tushuntirib o'tib ketamiz. Achchiq go'sht, spat, mana til, achchiq go'sht, po'stumba, spat. Bizdan ko'rsatuvchi so'yishi darslarkasi ichida. Agarda to'y, ehson marosim qilmoqchi bo'lsangiz, go'sht keshish xizmatlari ham mavjud. Nima uchun ota-bobolarimiz oldingi holatda yeb, ichib, ketmonni chopib yurargan? Qo'ygo'sh qo'yoqlarni katta yeb yurargan. Like tugmasini bosib, jo'natib berasizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.